Obunachilik kanalimiz tiklandi. Mana bu tiklanmagan holati edi. Mana ko'rib turibsizlar, 891 ming obunachisi bor kanalimiz tikladik. To'g'risini aytaman, juda qiyin bo'ldi. Adashmasam, 4-5 oy ketdimi tiklashga. Xullas, asosiysi tiklandi. Egasi ham ancha yozuvdilar. Kanalim deyarli 1 millionga yaqinlashib qoluvdi. Shuncha mehnat ichida necha mingta masalan ovqat videolari bor. Xullas, kanal tiklandi do'stlar. Mana Saportdan kelgan javob 11 soat oldin qaranglar. Hay Adolat Bozorova deb kelyapti. Biz xullas yana kanalingizni qaytadan ko'rib chiqdik deyapti, mana qaranglar. Recently deyapman. Biz qaytadan kanalingizni ko'rib chiqdik va kanalingiz boshqatdan ko'rib chiqqanimizda u bizning siyosatimizni buzmaganini tasdiqladik va biz kanalingizni qayta tikladik degan SMS keldi do'stlar. Xullas, to'g'risini aytaman, tiklanmaydi deb o'ylangandim do'stlar. Mana eski holati. Mana ko'rib turibsizlar, hamjamiyatni buzgan, tiklanmaydi deb qizig'i bu kanalimiz bor do'stlar, qayerda bir neobычный holat shunaqasi ham bo'lib turar ekan. Bu kanalimiz 2 marta yopilib, xudo xohlasa 2-marta ochilyapti mana. 2-marta ochilyapti bu kanal. Mana qayerda do'stlar, diqqat qilinglar. Bu mana oxirgi ochilgan holat, xudo xohlasa yopilmasin endi, duo qilib turinglar. Xo'p, hozir ko'rsataman. Mana undan oldin qaranglar, ariza berganmiz, nima deb javob kelgan qaranglar. Ariza berilgan. Xo'p, mana o'qigan yo'q deyapti. Biz arizani rad qilganmiz, qayta ko'rib chiqmaymiz deyapti kanalni. Yana ariza berilgan, yana rad qilingan. Mana Saport bilan necha marta gaplashilgan. 28-iyul misol uchun mana 28-iyul sanasini 9 kun oldingi vaziyatni ko'rsanglar bo'ladi. Mana yana yozilgan 22-iyul sanasi yana boshqatdan aytayapti, yo'q ochmaymiz, hech qanaqasiga ochmaymiz, yo'q deb turib olgan YouTube. Mana qayta reply, yana ariza berilgan 24-iyul sanasi. Mana 21-iyul yo'q deyapti, yana ochmaymiz degan. Xo'p, yana ochadigan bo'lsak, bu yoqda xullas oylar ketdi-da. Mana bu yoqda ko'rsanglar 2-iyul yo'q deyapti, yana ochmaymiz degan. 2-iyul yana bu yoqda qarasanglar 9-may sanasi yana kanalni ochmaymiz degan. Bu yoqda yana cho'ydigan bo'lsanglar, mana 16-martmi, maymi, nima xullas yana shu mana. Bu yoqda yana shu xullas ochmaymiz degan. Men sizni tushunaman, unday bunday oldi qo'shdi gaplar. Mana 16-martmi, nima bu? Bunda ham shu ochmaymiz degan. Xullas, vobshe ko'p oy ketdi. Hisoblaysizlar, o'zi necha ketganini ko'rsam, mana bir yozib qo'yinglar, shunday necha ketibdi. Xullas, mana 13-mart sanasi konvertatsiya qilingan, baqir-chaqir qildik, babir ochmadi xullas. Mana bu yoqda 8-mart sanasi qaranglar mana. 8-martda nima degan? Xo'p, narshini mana 8-mart yana atmen kelgan. Xullas, vobshe asabni chiritib yubordi. Xo'p, mana 7-mart qaranglar do'stlar, mana o'chib ketgan. Mana 7-mart sanasi o'chib ketgan kanal do'stlar, mana qaranglar. 7-mart sanasi o'chib ketuvdi. Hozir necha o'zi bugun, necha o'zi bugun? To'xtaylik bitta ko'raylik. Ko'raylik qachon tiklandi bu. Xo'p, 7-mart bo'lsa, necha oy ketdi bunga? Fevral, mart sanasi yo'q kalendarda. 7-mart bo'lsa 8, 9, 10, 11. 4 oy, 5 oyda ochildi do'stlar. 5 oy. Deyarli 5 oyda kanal ochildi. Xullas do'stlar, oson emas ekan qisqa qilib aytganda. 5 oy oldin yopilgan. Qizig'ini qaranglar-da. 5 oy oldin kanal yopilgan. Yana beroq cho'ydigan bo'lsanglar, hozir ko'rsataman sizlarga. Xo'p, hozir men aytdim, yana yopilib ketgan bu qiziq kanal. Hozir mana, ne bo'lmas ekan. Fevralda yopilib ketuvdimi bilmayman, hozir ko'ramiz. Xullas 5 oyda zo'rg'a ochdik do'stlar. Mana qaranglar. Men aytdim, fevral oyida yana bor. 7-fevral sanasini qarasanglar. Mana 7-fevral sanasida mana biz siz apelyatsiyangizni qayta ko'ringiz, konsekvent. 2-marta yopilib ketyapti-da. Mana 7-fevral sanasida qiziqaman kanalni ochib berganman. 7-fevralda ochib berdim. Men aytdim, martda yana yopilib ketgan 1 oydan keyin. Mana oradan yana 5 oy o'tib, mana xudo xohlasa kanalimiz yana ochildi. Xullas, Saport ko'rib chiqdi ishimizni, lekin 5 oy tinmay yozdim, ko'rgan bo'lsanglar, dabdalam chiqib ketdi. Nima deb o'ylaysizlar? Qancha olsam ekan endi summaga. Xullas, mana 5 oydan keyin mana kecha kanalimiz do'stlar yana ochildi. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. Mana joyini bilmadim-ku. Xullas, tarjimasini, lekin men uni bilaman. Biz sizda yaqinda apelyatsiyangizni qayta ko'rib chiqdik va yana bir marta boshqa ko'rib chiqqanimizni biz tasdiqladikki, sizning kanalingizga hech qanaqa YouTube qoidasini buzmaydi. Circulated channel do'stlar, aylanib o'tish siyosati bilan yopilgan kanalimiz. Mana xudoga shukr ochildi. YouTube bo'yicha xizmatlar kerak bo'lsa 99lik 791 32. Lekin do'stlar, Circulated bo'yicha deyarli delasi qiyin ko'ryapsizlar do'stlar. Deyarli ochilmaydi-da 99%, lekin ilojini qilyapmiz. Kanallar biz aloqaga chiqaverasizlar. Circulated bo'yicha nimadir qilsa bo'layapti do'stlar. Circulated siyosati bo'yicha bor, mana aylanib o'tish siyosati bo'yicha ko'rsatdim. O'sha bo'yicha nimadir qilsa bo'layapti-da.
har xil taktikalar qilib ko'ryapmiz. Shu bo'yicha nimadir qilsa bo'lyapti do'stlar. Endi iloji boricha men tavsiya qilardim, birov videosini olmanglar, jalb olmanglar, strike olmanglar. Nima desa bo'ladi, yana spam ulardan foydalanmanglar do'stlar. Iloji boricha mana shu qoida bo'yicha yopilgan kanallarni mana circulated policy bor. Mana shu bo'yicha yopilgan kanalda nimadir qilsa bo'lyapti-da. Bu ham endi yopilgandan keyin 2-3 marta yopilib ketdi. O'zim tushunmayman, nima ham bunaqa bo'lyapti, lekin ochildi kanalimiz. Endi xudo xohlasa yopilmasa kerak. Shunaqa do'stlar, bu kanalimiz pul ishlardi, pul ishlaydimi, yo'qmi bilmadim. O'zim shundan xursandman, to'g'risi. Egasidan ham mana ko'proq xursandman-da hozir. Chunki nimaga desanglar 5 oylik vaqtim ketdi. Xudoga shukr ochildi mana. Kanal monetizatsiyalar bilan tiklanibdi. Ichida pul ham bo'lsa kerak. Kanalimiz ancha pul ishlaganda mayli endi u yo'qni ko'rsatmaydi, mayli. Xo'sh, shunaqa do'stlar. 99 791 32 32. YouTube bo'yicha xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqarasiz. Telegram yoki SMS. Salomat bo'ling.